Do'stlar, mana kuz oyini so'nggi mevalaridan biri. Olma behi. Daraxtimiz 7 yoshda. Ko'rib turibsizlar hosilini. Vujudida hosil. Juda hosildor navlardan sorti olma behi. Chiroyli tiniq bo'ladi. Bunaqa bujmaygan, boshqa bo'lmaydi, qiyshayib ketmaydi behimiz. Silliq tarzda chiroyli holatda chiroyli bo'lib yetiladi. Behiga baho beringlar. 7 yoshli daraxt mana. Уже har bittasida 100 kilo, 150 kilodan hosil bor. Ishonchli ko'chatlardan ko'paytirganmiz. Nomerlarni qoldiramiz, aytib ham o'tamiz. 90lik kodi bilan 368 0119 raqamlaridamiz. Mana ko'rganlaringdek behi boqqa baho berib ketaverasizlar. Nomerlarni qoldiramiz. Kimga shunaqa chiroyli bog'lar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Kalibrlari ham o'ta zo'r, katta, 400 gram, 500 gram. 3tasi 1 kilo chiqaveradi.